Matematikada qo'shish va ayirishni o'rganish shart emas. Yetimning haqqidan, xalqning rizqidan urib qolayotganlarning hisob-kitobiga qara. Fizikadagi bosim va ishqalanish qonuniyatlarini kitobdan izlama. Qarzdan, ro'zg'or tashvishidan va adolatsizlik bosimidan ezilayotgan odamlarga qara. Kimyodagi zaharli reaksiyalarni laboratoriyadan izlama. Arzimas mol-dunyo hamda 3-4 qarich yer yoki meros ustida bir-biridan kechib yuborayotgan aka-ukalar, ko'z o'ngingda erib yoqalayotgan oqibat va jigarchilik rishtalariga qara. Biz tarixni muzeylardan, qazilmalardan izlaymiz. Jonsiz buyumlarni asrab avaylaymiz. Lekin uyimizdagi tirik tarix, ota-onamiz bir burda mehrga va bir og'iz shirin so'zga zor bo'lib o'tirganini nega ko'rmaymiz? Sen mingta kitob o'qib olim bo'larsan, dunyoni o'zgartirarsan. Lekin otangning bukilgan beli va onangning oqargan sochidagi hayot kitobini o'qiy olmasang, hech kimsan. Haqiqiy jannat kitoblarda emas, onangning oyoq ostida, otangning duosida. Ko'zingni och, bu kitoblar yopilish arafasida turibdi. Haqiqiy darslik bu hayot. O'qishni boshla. Atrofga qara. Befarq bo'lma.